Ona qizim, yoqdimi senga shu uloqchi? Ha? Shokoladmi? Dadasi. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi onasi? Men odam urib yubordim, dadasi. Nima? Qayerda? Bilmayman, qattiq qo'rqqanimdan qochib ketdim, dadasi. U odam o'liymi, tirikmi bilmayman hattoki. Ular meni orqamdan quvlab kelishyapti. Endi men nima qilaman, dadasi? Bo'ldi, tinchlan. Men bo'ynimga olaman. Kelishdi, dadasi. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Assalomu alaykum, kapitan Tesha. Assalomu alaykum. Keling. Mana bu mashina sizga tegishli emasmi? Boshqa guvohlar yo'qmidi? Ha. Siz mashinangizda odam urganlikda ayblanasiz. Guvohlarimiz bor. Marhamat qilib idoraga yurishingizni so'raymiz. Dadasi. Hammasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Mayli, xafa bo'lmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling. Kimda daromadu, kimda malomat. Ko'rmagan deb bizga tosh otmang doim. Nima bo'lganda ham tilayman omad. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Nima bo'lganda ham tilayman omad. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Ortimdan gapirib shum bo'lsangiz ham, yuzma-yuz kelganda gum bo'lsangiz ham, og'ir bo'lavering kim bo'lsangiz ham, men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Og'ir bo'lavering kim bo'lsangiz ham, men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Men yurgan yo'llarda yurmang iloyim. Qadringizni yerga urmang iloyim. Nima bo'lganda ham tilayman omad. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Ye Nishonov, yaxshi chiqib oldingmi? Hammasi ortda qoldi degan umiddaman. Bilasan, endi ishga kirishing kerak. Daromadingdan foiz to'lashing kerak. Keyin shu ham muammo bo'lmasin. Boshqa unaqa sho'xlik qilma. Yaxshi dam ol, sog' bo'l. Ha, aytgandek, aniq ishga kirgina. Yaxshi. Bo'lmasin uyda-yu ishingizda g'am. Tinch bo'ling, bor bo'ling, ey akam, ukam. Xudodan so'rayman tushingizda ham. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Xudodan so'rayman tushingizda ham. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Sinov maydonidir dunyoning o'zi. Sabrdan yo'lar peshona tuzi. Do'stu dushmanga ham Anvarning so'zi. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Do'stu dushmanga ham Anvarning so'zi.
Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Men yurgan yo'llarda yurmang iloyim. Qadringizni yerga urmang iloyim. Nima bo'lganda ham tilayman omad. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Allo. Anvarjon, yaxshimisiz? Kim edi bu? Tanimadim. Anvar akangizmi, Sobirov? Anvar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat, yaxshi. Hozir shu kitobingizni o'qib o'tirib, bitta she'ringiz juda yoqib qoldi-da menga. Yoqqanidan xursandman. Shuni xohlasangiz birgalikda bir qo'shiq qilsak. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang iloyim. Qahramonimiz 10 yil panjara ortida yashadi. Orzulari bilan uxlab, orzulari bilan uyg'ondi. Uni gap so'zlar sindira olmadi, tuhmatlar yo'q qila olmadi, temir panjaralar ham ruhini qamab qo'ya olmadi. Chunki u bilardi. Eng qora tun ham tongni yashira olmaydi. Mana bugun o'sha tong keldi. Bugun uning sabri g'alabaga aylandi.